Munisa Rizayeva firibgarlarga uchradimi? Maryam Tillayevaning negativchilarga murojaati. Jahon va o'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Xonanda Shahzoda Yangi yilni o'g'illari Solih va Xalid bilan Dubayda kutib oldi. Aktrisa Shahzoda Matchonova ham qish faslini issiq o'lkalarda o'tkazib, qordiq chiqarmoqda. Blogerlar Temur Alixonov va Farida Marimova yangi uyga ko'chib o'tdi va obunachilariga virtual sayohat uyushtirdi. Xonanda Ali Otajonov birovning muammolari boshqalarga qiziq emasligi haqida majoziy ma'noda fikr yuritmoqda. Insta bloger O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Maryam Tillayeva 2025-yil natijalari aks etgan videosi ostiga negativ izoh yozgan kuzatuvchilariga murojaat yo'lladi. U bobosi siyosatchi bo'lgani uchun u ham jiddiy yo'nalishda faoliyat yuritishga majbur emasligi va har bir inson o'zi sevgan ishini qilishi kerakligi haqida mulohaza yuritdi. Shuningdek, u so'nggi 5 yil ichida oilasidan moliyaviy ko'mak olmayotgani, o'zi ishlab pul topayotgani haqida ham aytib o'tdi. Boy oilada tug'ilib o'sganman, lekin so'nggi 5 yil ichida o'z mehnatim bilan pul topyapman, deydi Maryam Tillayeva. Xorazmlik xonanda Sevinch Ismoilova ham boshqa hamkasblari singari ta'tilda. U yilni Tailandga sayohat bilan boshladi. Aktrisa Gulruh Pirnazarova dunyoning 7 mo'jizasidan biri Buyuk Xitoy devorida tushgan suratlarni esdalik sifatida joylab boryapti. Xonanda Aziz Rajabiy Gollivuddagi shon-sharaf xiyobonida tushgan suratini sahifasiga joyladi. Munisa Rizayeva uning nomidan pul va'da qilayotgan yangi firibgarlardan obunachilarni ogohlantirdi. Xonanda hech qachon pul bilan bog'liq havolalar so'ramasligini va rasmiy sahifasi faqat bitta ekanligini eslatib o'tdi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.